Xitoydagi eng katta va ichida 3 ta yer osti daryosi, sharsharalari bor va juda ham chiroyli g'orga kirdim. G'or ichidagi daryoni qayiqda aylansa bo'lar ekan. Mana bu ko'rinib turgan qoyalar esa minglab yillar davomida tepadan tomchilab erib paydo bo'lgan. Eng kattasini uzunligi 20 metr ekan. Aytgancha bu yoqda ajdarho yashagan degan rivoyatlar ham yuradi. Bular bo'lsa g'ordan topilgan qimmatbaho toshlar ekan. G'ordagi ranglar bo'lsa odamni yana ham ko'proq emotsiya olishini ta'minlayapti. Qoyil, tomchidan shunaqa baland qoyalar paydo bo'lgan va paydo bo'lishda davom etyapti. Tabiatning ajoyib mo'jizasi. Yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. bevorish kerak inglizlarga, bevormasa bo'lmaydi. Keyuragan olib qoladi keyin. Masalan, o'g'irlanyaptimi? Mana qara. Meni ma'lum qo'lida-ya. Haqiqatmi? Voy, nimadir olib chiqib ketyaptimi? Voy, buni sanmisan? Kim bu? Baba. Chiroyga boyim bu dunyoga sevdiray deb kelganmisan? Olov yoqar bu jonimga, o't yoqay deb kelganmisan? Chiroyga boyim bu dunyoga sevdiray deb kelganmisan? Olov yoqar bu jonimga, o't yoqay deb kelganmisan? Anaqa Sevinur. Xo'p. Siz menga yoqib qoluvdingiz, o'shanga uydagilarimni sovchilikka jo'natsam degandim. Voy, bu nima deganingiz? Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chet el yurishim kerak. Tushunasizmi? Xullas, men hali erga tegish niyatim yo'q. Uzr. Sevinur, yaxshimi? Siz qarang, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Siz hali ham o'sha kiyimdasiz. Men ham shu kiyimdaman. Sovchilik masalasini o'ylab ko'rmadingizmi? Men sizga aytdim-ku, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Qo'ysizchi? Umid aka, birinchi kursda aytgan taklifingizni o'ylab ko'rdim. Sovchilaringiz jo'natsangiz bo'laveradi. Qo'ysing Sevinur, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, pul topishim kerak. Qo'ysing Sevinur. Uydagilarim meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib beray. Birinchi qilgan ishim Ujiz kinolardagi podvolga tushib kompot, ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim ham yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomimni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'lda 2-3 xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar ham. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Ha, bu Tetris bilaman. To'ylarning kassetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVD-ni simi. Mana bu Dendi deylardi. Voy, shiribum, lavislar-ku. Mana bu temir yomon otardiga, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin buvingnikida ish tugamaydi. 3-chi kun sigir sog'dirdilar. Daraxt o'zidan uzun uzib yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rosa zo'r. Bir pasda ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir berib Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostinga ishlatarsan dedilar. Soddagina buvim-a. Ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak. Orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan harbiy tomoshabin. O'rta oyib qolishimga ruxsat bering. Undagi birga ovqat qilamiz. Tezlash o'rtoqligini ham tezroq qilsa, qonim to'yib qoladi hozir. Yaxshi dam ol. Mama qatyotaman. Qizim, ber ko'rpamni. O'rta darsining bor ekan-a?
Ha, lekin adam hech kimga berma deganlar. Zo'r ekan lekin. Qara. Pomadam qani? O'rta o'yinni ham bardak qilib qo'yishadimi? Xotirani hozir birga yig'ishtiramiz. Qizingizam ancha yoningizga kirib qopti. Ha, ancha qo'lidan ish kelib qoldi. Yerga berib olish kerak. Variantlar bormi? Bor. Uf, buncha kir, bularni kir mashinaga sol, parashok sol, ertaga yuvarman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qopti, hozir yuvib tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid, tez bor topib kel. Bor, tez. Oyjon, o'ring yegim kelyapti. Ko'ring. Qayerdan topsak ekan, ha? Tezroq bo'ling, kelin, egasi chiqib qolmasin. Kelin, yuring, do'kon aylanib kelamiz. Internetda zakaz qila qolaylik, oyjon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Eraman, ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz, kelin. Ha, eng arzonini topmaguncha to'xtamaymiz. To'ppa-to'g'ri, ketdik ipodromga. Yo'lda qo'yliqqa ham kirib chiqaylik, karishga olardik bir qopgina. Keling, ujin qilamiz. Nastroyeniyam yo'q, oyjon, keyin yeyman. Kelin, tez-tez svet o'chib qoladi. Ana o'tdi. Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-da. Voy, umuman qo'rqmayman, yomon qaynonalardan emasman. Sizga vapshim qattiq gapirmayman. Aylanib ketay. Ya odam podammas ekansiz. Bu miyada yebishdan boshqa narsa ham bormi? Farasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz, ha? Voy, rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindig'oy. Kelin, mana bir toqara kirib qo'lingizda yuving. Abedga 5 qosqon mant qilib qo'ying, keyin ani o'zini qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zima qilasiz? Oynar to'tidim. Ha, mana supurgini hamchi. Supurib, uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, xo'pmi? Esingizdan chiqmasin. Qancha zo'rsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizga ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman, dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xorijdan oshxonani tozalab tashlang. Ja bo'lmasa mana uy tomini ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina-ku mana. Nima kichkina ketsin hammasi. Qayerga ketadi? Skandar Buildings mezbon loyihasidan xonadonsin boshlang'ich 82 million so'm to'lasa qolganida 36 oyga bo'lib turaveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Unda men akamga aytaman, ketadi, keyin 5 ta ro'zg'or qolib mazza qilib yashayveramiz, ha? Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqlli qilib o'rgaturasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkara bunka degan. Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolida-san-da. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda 2 qat bo'ladi-yu. Kichkisi yo'q, ikkinchisi bor-ku. Bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Skandar Buildings'da mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlari bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashayvering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Kene bitta ma'minizli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, anu mobil logografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Sizni to'g'ri aytishni o'rganing, sabab shu kerak emas sigaretinglar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga undan mobilograf bo'ladi, nimaga mendan bo'lmaydi? Quribni yo. Birni beshigini olman. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yuring bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, marketingmi? Men bicheni qaraylar o'rtoqlar. To'xtanon ko'tarib qo'ydim. Boshda olamiz.
Mamichini qaranglar o'rtoqlar irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Jim to'ymadi va guruh bilan videomiz ro'yxatga chiqargan ekan o'zi ham. Qarang zo'rligini buni, qarang. Muammolar bo'lib, ichi sal dardga to'ldi-da o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qaziga kirib ketdim o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi o'rtoq. Sen вообще taksistsan, o qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimimchik nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Go'rkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf, Instagram nimaga kerak? Sen anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter. Tashali. Erta zo'r joylardan qilib ber, hammaylar. Like bosing, komment yozing, Shodi Go'rkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Ebe, bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, qo'chtiring. Ebe, qo'shtiraman hozir sani. Ebe, o'poqcha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi Kia Sportage bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin Mercedes oling. Keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sandan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qo'lingni och. Mana shu merchaga ko'zingni yem. Umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi duo. Tushundingmi? O'zi zo'r bo'libdi-da bu. Ana bo'libdi. Shunday zo'r bo'libdi. Ebe. Billi ana bo'la ketdi ana. Kuf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqi. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ni bumaga beradimi? Yo'q, lekin nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishil lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi. Feyz Normatov yerga deb ketibdi. Baxtini ochganim uchun. Shahlar Jonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini men o'xshab yerga deb ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma. Shoshilgan qiz erga yo'lchima. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi uni. Qo'ldagi pulni sen berding. U mashinani kim mendan ham pul olgan? Buni ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chakkanmisiz? Ya, ular sizga men chakniyman, dadangiz chakanlar. Yo'q, chakkanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaya novi? Hamsa endi qo'shni-da. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turay ichdim, sallarni oldinga boray ichdim, u bu joyga o'tiray ichdik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat akadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, aprelgan parashok zo'r ekan, o'shani olib kel. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvilibdi-ku, toza bo'libdi-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uy uzoqligi unasining ham ketib qolmay ekan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qanoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.
Did I grieve different? Va nihoyat ikkalamiz yolg'iz qoldik. Kino ko'rib mazza qilib o'tiramiz, a? Yana o'sha ukang-a? Yo'q, boshqa odamdir, eshik ochib ko'raylik. Assalomu alaykum, men keldim. Zebo, faqat ukangga ayt, meni soatimga tegmasin, qimmatga olganman, bilasan, a? Bo'ldi, hozir aytaman. Opa, pochcham soatini buzib qo'ydim. Soatni buzsang ham, televizorni buzsang ham, jimgina shovqin qilmay o'tir, qo'shnilar jalba qiladi. Umid aka, bo'pti, siqilmay, hozir o'zim bitta bahona topib ketkazib yuboraman. Ha, yo'q, srochniy borish kerakmi? Bo'ldi, hozir jo'natib yuboraman. Tur, oyim chaqiryaptilar, ket. Opa, sehrgarmisiz? Nima unaqa deyapsan? Nima konditsioner pultida gaplashyapsiz? Oyimga aytib beraman. Aytma, xafa bo'ladilar. Agar menga yoqadigan ovqat olib bersangiz, aytmasligim mumkin. Bor bitta shunaqasidan xos pochchani chaqiring. Yangi chiqqan dana roll va mini chicken burgerdan berib yuboring. Zo'r ekan, a? Men bu ikkinchi qilib bizani qimmatga tushirmadimi? Yo'q, dana roll 15 ming so'm, mini chicken burger 17 ming so'm ekan. Ishxonadagilar bilan kelib yeydigan joy ekan, a? Qorincha ham to'ydi, a? Meni Malika bozorga tashab qo'yinglar. Va nihoyat ukangdan qutulamiz. Yur, o'zim aylanay. Keldi, tushsang bo'ladi. Bo'pti, yaxshi borga. Soatni ber qo'lingdagi. Soat topib ketaman dedi shu stre. Hamma aqllimani. Qoladiz, muzika qo'ying, eshitaylik. Muzika, telefonim. Voy. Telefonim? Telefon. Aka, mana shu telefon qanchaga olib qolasizlar? Qayerdan kelyapsiz? Bog'chada. Nima bor edingiz? Qizimizni olgani? Qizimiz qani? Ko'chada qovun sotyapti. Shunga chalg'ib qizni qoldirib kelman. Qovun qani? Bog'chada qolib ketib. Bitta zapravka qo'yib olaylik-a? Как раз tualetga kirib chiqaman. Я знаю, что встречи и грубо шепчу тебя так что. Qattan topaman men hozir. Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qatdan topaman. Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastorda ham qor. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana amir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastorni qora. Umid aka, qo'nim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yeyish oldi. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz, simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvori qor. Charchading-a onasi? Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdek ekanman. Zebo, tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi, men borman-ku. Ertaga kelaman. Umid aka. Hammada shunaqa dugona bor. Voy, Zebo, qalish yaxshimisan? Mana shunchalik sog'inib ketdim. Voy. Onam tushinganga ham ber. Ano, daddalar chiqib ketgan. Onam tushib berdi. O'zimga ham beringmi? Ol. Hali bitta ham rasmga tushirdim. Rahmat kattakon. Voy, qurishdan bir shunday rasmga oling. Voy, mana men oling. Xola, seni zakaz qilib yeylar. Yo'q, menga yoqmaydi. Menga ham yoqmaydi. Ha, unda balo bormi? Shirin ekan deb stories qo'yib, bitta narsani ikkinchi qo'ymaysanlar. Qizlar, sizlarga muzey olib keldim. Tabiiy sharbatli yangi mahsulot. Malinali ko'kchi zo'r tetiklashtirar ekan-a. Vau, manga apelsin. Odam o'zini plyaj yurgandek his ko'rar ekan-a. Klubni bana mevali smuziga o'xshar ekan-a. Hammalarga alohida olib keldim. Meni muzeyimga tegmasligi uchun. Yetini qarab, shunaqa ham bo'ladi. Qizlar, yangi mashina oldim. Voy, Zebo, qo'shniga nima chaqirdi? Voy, cho'tkiligini
qani tushdi joningni aynan rasmga olib Sanlarga men kerakmanmi, mashinami? конечно mashina давай bagajdan chiroyli qilib olib qo'ygin voy muzey suvlarimi Ha, sizlar uchun yashayapman, qaysi tarkimga yoqqani esimda qolgan. mabodo keyin safar mashinasi sal kattarog'ini olgan qizlar bilan sig'ishmay qolganmiz bad biz uchun yashayapsan ko'rma Eng zo'r lahzalar o'zing yaratganlaring Coca-Cola bilan lahzani his et. Yoruyidan kelin poshsha janjal qilib ketibdi. Qaynotasini kuyov to'ra saxir qilib ketibdi. Asta asta qaynonasiga qutlug' bo'lsin ajrimlar. Kuyov to'ra duxi sinib ko'zi ko'karib ketibdi. odatda to'ylarda shirin kunlarni eslab love story qo'yiladi bizda shirin kunlar yo'q shuning uchun turmush storyni qo'yberamiz Yer sani olingni jonlaringga tegib ketdi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono stato... Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout. Mayli, yaxshilikka. Opa qimirlayapti-ku bu. Menimcha tirik odamni ko'mib qo'ydik-ku. Bo'pti, ochinglar. endi befayz oqshomimizni yana befayz qilish maqsadida davraga jozibali alkashlar raqs ansambrini taklif qilamiz endi esa kuyovimizdan kelinimizga ikki og'iz qo'shiqlari bor ekan marhamat Ey ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq. Ey ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq. Bamisoli alvasti, kel bugun ajrashamiz. Bamisoli alvasti, kel bugun ajrashamiz. Shoshil fursat o'tmasdan kun oxirga yetmasdan zaks yopilib qolmasdan kel bugun ajrashamiz ajrim to'yimiz davom etadi navbat gul otish marosimiga Shu gulli shavoga odam mendan keyin ajrashsin. Jinnimi bular? Ajrashni kim xohlaydi? shuni 1 2 3 endi esa dunyodagi eng badbaxt tilaklarni bildirishlari uchun so'zlarni onalarga beramiz voy o'rgilanglar shu kunlarni hech kun uxlamasdan kutdim yetdimi xudoga shukur o'zi uyimga kelgandan beri bu baxtaq oyog'i yoqmagandi-da Kuyovim mashinani tez haydaydi-ku. Ilohim kamaz pamazda tegiga kirib ketsin. Oyoqlari sinib yotib qolsin. Mana shunday go'zal qizimni bilmadimi? Dunyodagi eng xunuk qiz uchrasin. to'y kunimizda ham osh pishiramiz aza kunimizda ham osh pishiramiz mana bugun ikkita norasida yetim bo'lib qolib ketayotgani uchun osh pishiramiz dasturxonga marhamat bunaqa kunda tomoqdan osh o'tadimi? Yig'ishtir oshingni. Tuz sal past bo'lib qopti, ha? ana endi kelin kuyovlarimizni yolg'iz va dabdala hayotlariga yor sadolar ostida kuzatib qo'yamiz Bo'ldi, stop. Men o'ylab ko'rdim. Men ajrashib holim aytgan ekanman. Men ham ajrashish xohlamayapman. Mana men xohlayapman-da. Va nihoyat
iPhone 17 Toshkentda va men buni sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Telefonni narxi hozir $5000. Hozir to'lab chiqaman. Rahmat. To'xtang. Давайте iPhone 17 ni iComfort bilan birgalikda bersak подписчиklaringizga. Bo'ldi. Instagram profilim shapkasida ссылка qoldirdim. Hoziroq iComfort Telegram kanaliga obuna bo'la olinglar. 23-sentyabr kuni g'olib iComfort Telegram kanalida aniqlanadi. Hammasi shaffof bo'ladi. Hoziroq iComfort Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, keyin esingizdan chiqib qolishi mumkin. Bunaqa imkoniyat har kuni ham bo'lmaydi. Ota-onamga aytmay birinchi marta 3-sinfligimda kastingga borganman. Chunki ota-onam, buvim, dodam hamma qarshi bo'lgan aktrisa bo'lishimga. Qiziqishim haqida uyimdagilarga aytsam, dodam "Bizani avlodda masxaravoz chiqmagan" deb qattiq gapirganlar. Men tushunib yetganman. Bu yo'limdan qaytishim kerakligini emas, ular menga yordam bermasligini. Demak, hammasini o'zim qilaman deb o'ylashni boshlaganman. Qaranglar, ujus. Maktabda o'tirsam, sinfdoshim kasting bo'layotgan ekan, modellikka men bormoqchiman deb qoldi. Ko'zlarim yonib ketdi-yu. Eng yaqin o'rtog'imni kinnalaganman. Uni oyisi ikkalamizdan kastingga olib borgan. Oyimga iltimos, bizani uyimizda o'ynayapti deb ayting deganman. Kastingdan oldin o'rtog'imni oyisi salonga olib kirgan, вечерний ko'ynaklari, shlyapalari, 10 xil kiyimini olib olgan. Ammo bitta maktab formada. Sovuq payt edi, sochim g'ijimlanib, shapkaning ichida pellab yotibdi. O'rtog'im men semiy kiymagan kiyimlarni men kiyib rasmga tushganman. Mana shu ikkita rasm menga yoqqan. Qolganlarida endi sochim shunaqa xunuk tushgan. Keyin o'rtog'im moyis etib qo'yganlar-da, oyimga qaqqa borganimizni. Oyim rassa urishganlar, adam ham urishganlar, hammadan gap eshitganman xullas. Kastingdan ham o'ta olmaganmiz. Rasmimiz u yoqda tursa endi yura olmaganmiz ham deb podiumda. Boshimizga kitoblar qo'yib yurg'izishgan, do'dir-so'dir qilib uyalib o'ta olmaganmiz xullas. Keyingi safar qanaqa qilib shunaqa qattiq qo'l ota-onam san'at sohasiga kirishimga ruxsat berishgani haqida aytib beraman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qiziq bo'lsa. Kuyovni ismi nima edi? Oyi, xafa bo'lib yig'layvermay, urushga ketmayapman-ku. Xursandligimdan yig'laman, bolam, xursandligimdan. Yana 2 yil uyda o'tirganingda kimnikigadir tashlab kelardim. Iltimos, qizimni olinglar deb. Ko'rinish qanaqa edi? Bugundan boshlab sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman. Va nihoyat vasha qiziqib ketyapman. Vasha qiziq emas, oldi eski qarzlarni bersa, qarzga ishlarsa bermalaring. Nima bo'pti? Hozirgina er-xotin bo'ldik. Ha, zo'r. Endi nima qilamiz? To'yxonaga boriladimi? Qarang, to'y hayotimizdagi eng muhim kun deb ichlari oppo chiroyli mers gaplashdim. Bu yoshda siz gaplashsangiz ham qiziq emas edim. Hozir to'yda men aytibman, chiqib boraman. Da, o'zimni to'yim. Ketdim. Muska alishtirsa sho'qi вообще yo'qmayapti. Menmi zo'r mana, qaraganda sho'qiga nima bor? Dugonalarni ko'rib deydi Zeboxon. Mana o'tirishibdi. Bolasi bilan kelganda uni ustiga hammasi kasal o'ynolmaydi bular. Ha, oyiz dugonalarni o'ylanma. To'y. Zeboxon, kola ichasizmi yoki shampan? Men oldin dorimni ichib olay. Qarang, tabrikka chiqishda to'yimizga esda qolarli bo'pti. Nimaga esingda qolmaydi? Yuklarni tushirib klientga berib yubordim. Bo'ldimi, tugadimi, to'y ketdingmi? Yo'q, hal tugadim. Bel og'rig'im tutdi meni. Dorilar, qarab keli. Ko'p qo'yma. Aynan qalar insonlar ko'rib boshim aylanib ketyapti. Mana endi tort kelish marosimi, marhamat. Bu kunlarni qancha kutganman. Nimani kutgansan, klient chiqqan bo'lsa berib yubormaysanmi? Hozir boraman kassan olgani. Nima qotuvding? Kelin salom qilish kerakmi? Xo'pdingizmi? Men to'yletga chiqib kelmasam bo'lmaydi, ketdim. Hozir kelaman, o'tiravringlar. Allo, Zeboxon, qachon kelasiz? To'y ham tugab bo'ldi. Hozir tovarni tushirib boraman, kutib turing. Tezlashlaring tanlagan ketishim kerak. Zebo, tur. Ko'chada nima sho'qi? Voy, o'qishga javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab dutumini javobi chiqdi, abituriyentga deyapman. Baqir chaqirqamalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalabgacha o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'yib, bo'lmag'ach yo'q qolib, shuncha qog'oz kim ishlatib qo'ygan ekan-a? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta klishimiz qolgan. 50 mingdan berib yuboramiz. Voy, ana qo'shnining ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan.
Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizlar? Yo'q. Mayli, boshlaymiz. Yo, kerak emas. Yo'q. Tug'ilgan kunim bilan 4 ta shag'amini yo'qolmayapmiz. Shamol uchirib qo'yibdi. Mayli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to